Bir gündən şu ağrıqlarım qaldı. Oyağım dumbara bo'lib sharidi. Sham yo'q, og'rigam yo'q. Buni qo'shni mahallaga uchraganga oyoqlarimni ko'tarib o'ynab ham beryapman. Loyihasi oqib turgan loyihasilar ham odamlar mana bu uyga qarab madan shifo bo'lsin deb. Sakkiz yildan beri yurak yetishmovchilik kasalligi bilan ben davolanib yurardim-da. Mana shu suvdan shu 2,5 oydan beri ichyapman. Hansirash, shunga o'xshagan narsalar umuman yo'qolib ketdi. Yaxshiman-da hozir. Ikkita dehqonimiz shu bittasi asma kasali bor edi, tuzalib qoldi. Undan keyin bittasida oyog'ida yarasi bor ekan, bu tuzalib qoldi. Endi bu Artesan suvini o'rganib ko'rganimizda O'zbekiston davlat standarti 952/2011 talablari bo'yicha ichimlik suvi sifatida foydalanishga yaroqsiz deb topildi.